Uyqusuzluq masalasi mushu o'ttir yosh va yashanganlarda bir qadar ko'p ko'rilyapti. Shuningdek, mushu yosh o'smirlardami ko'p ko'riladigan ahvollar mavjud bo'lyapti. Mushuning qatorda tibobatninki yaxshi mahsuloti bormi degan do'stlarimizga nisbatan o'zimiz mushu shirin uyqu ichimligi degan mahsulotimizni huzuringizga sundiq, ko'rib turibsizlar. Uningdan boshqa mushu uyqusuzlikning mahsuloti qanday jihatlik uyqusuzliklarga yoki bo'lmasa uyqusuzlik qanday manfaat qiladi deb so'ragan do'stlarimizga biz tuvandagidek javobni beramiz. Ajrimiz uchun bo'lsa mushu yuraklarni bisib qo'yinglar, inkas rayoniga gullarni yo'llab qo'yinglar. Mushu jihat o'zida bir saqsizlik bor do'stlarimiz foydalanib qolsin. Ya'ni mushu mahsulotimizning tarkibiga menga o'llik yetkazadigan, chunki mushu uyqusuzlikning ko'pinchisi mushu menga qurg'oqlik yetishdan, menga quruqlik yetib olishdan yoki bo'lmasa menga qon tomirlari to'silish, menga ziyoda quruqlikning yetib olish sababidan menga sezgirlik yetib ketib ko'riladigan mushunda bir masala. Shunglashqa mahsulotimizning tarkibiga mushu menga qon tomirlarini kengaytiradigan, menga o'llik yetkazadigan, undan boshqa mushu yurak menga qon tomirlarga xushlik yetkazadigan mushunda mahsulotlardan tarkib topadigan xam materiallarni ishlatdik. Undan boshqa mushu turli jihatni ko'rilib qolgan uyqusuzliklar uchun unumi nihoyat yaxshi bo'layotir. Masalan, mushu yashanganlardagi qon tomir to'silish, yurak kasalligi sababidan, undan boshqa mushu yurak muskuliga qon yetishmaydigan, menga qon yetishmaydigan sabablardan bo'lgan mushu uyqusuzlikqa nisbatan unumi nihoyat yaxshi bo'layotir. Shuningdek, mushu xonim qizlarda ko'p ko'rilayotgan, oson chichiladigan, oson hayajonlanadigan, yig'lang'u, ishtiqildaydigan mushunda do'stlarimizga, shuningdek mush ko'p tush ko'radigan, undan boshqa mush qo'rqinchli tushlarni ko'rib bo'g'ilib qoladigan mushunda avvallarga nisbatan shundaqla mush haqancha uxlasimi adi chiqmaydigan, uxlamagandek turadigan mushunda avvallarga nisbatan unumi nihoyat yaxshi chiqqan mahsulot bo'lib hisoblanadi. Shuningdek bu mahsulotimiz bir qipining ichidan do'stlar 30 gramlikdan qilib 50 gramlikdan qildik. 50 gramlikdan qilib 30 xalta qachiladik, ya'ni 15 kun iste'molingizda mush 15 kun ichida sizlik avvallar hech bo'lmaganda 70-80% yaxshilanishiga biz kafolat qila oladigan darajada mushunda ishlab huzuringizga sundik. Mush uyquning mahsulotiga, ya'ni shirin uyqu mahsulotimizga vakolatchi bo'ldim yoki iste'mol qildim deydigan do'stlarimiz bo'lsanglar, har vaqt biz bilan aloqa qilishinglarni qarshi olamiz, shundaqla hamkorlashishinglarni chaqiramiz.